Rastçıl buluş. Seriq qanat. Bir kuni Shahla akisi Mehmet bilan uyining oldidagi bo'sh yerga chiqib havo yeb kirmoqchi bo'ldi. Shahla onasi bilan dadasi uning sovg'at qilgan qushni ilib oldi. Shahla Seriq qanat deb ism qo'yib olgan bu qushni bakli yaxshi ko'radi. Uni ko'z qarchig'idek asrab baqatdi. Seriq qanat, sen menga o'xshash uyda o'tirishdan zerikding, shundaqmi? Yurak birga chiqib havo yeb kirayli. Deginicha qushning qapısini bog'cha temining girvigiga qo'yib, akisini chaqirdi. Aka, biz Seriq qanat bilan bu yerda o'tiramiz. Bo'ladi Shahla, men bu yerda top o'ynayman. Shahla birdam o'ltirib, zerikib, Seriq qanatga qarab. Bundaq bekor o'ltirish bekli zerikishlikkan. Eng yaxshisi uydagi o'yinchoq qochquchilarimni akelay. Birga mehmondorchilik o'ynayli. Aka, men uydan o'yinchoqlarimni ilib chiqcha, Seriq qanatga qarab qo'yamsiz. Aksi ma'qul degandek beshini lag'ishtirib qo'yib top o'ynaverdi. Shahla yugurib uyiga ketdi. Shu chog'da bir ish yuz berdi. Mehmetning to'pi Seriq qanotning qapisiga tegib, qapas yerga tushib, eshigi ochilib ketdi. Seriq qanotmi ochiq eshikdan chiqib, pirrada uchib ketdi. Mehmet nima qilishni bilolmay g'angrab qoldi. U to'pni qapasga qasddan otmagan edi. Bu faqat kutilmagan hodisa edi. Lekin buni singlisiga qanday tushuntirish kerak? Shahlo Seriq qanotning mening sababimdan qochib ketganini bilsa, cho'qim mendan xafa bo'ladi. Endi qanday qilaman? deb o'z-o'ziga so'zlab ketdi. Bir ozdan keyin Shahla o'yinchoqlarini ko'tarib keldi. Yerda turgan qapasni ko'rib, Seriq qanotni izlashga boshladi. Aka, Seriq qanot qani? Ha, boya tomning yonidan bir mushuk kelib qapasni o'rvatdi. Shuning bilan qapasning eshigi ochilib, Seriq qanot uchib ketdi. Ko'ngli bekli yerim bo'lgan Shahla mishildab yig'lig'inicha uyiga qarab mangdi. Mehmet singlisiga rost gap qilmaganligidan bearam bo'ldi. Uning hech ish qilg'isi kelmay, mahalladagi bog'chaga berib o'ltirdi. Boshqa ishlarni o'ylaydisimu, singlisiga qilgan yolg'onchiligi kallasiga kirib oldi. Mehmet bog'chada qushchi hadashni ko'rdi. Qushchi hadash bog'chadagi maydonda o'ltirib qushdeni sotadi. Mahalladagi bolalar uni bakli yaxshi ko'radi. Pat-pat yeniga berib qushlarni tomosha qiladi. Qushchi hadash Mehmetga qarab, "Biror ish bo'ldimi, Mehmet? Ko'nglingiz yerim ko'rinadi-ku." Mehmet qushchi hadash bilan paranglashsa yeniklab qoladiganligini biladi. Shuning uchun bo'lgan ishlarning hammani uningga so'zlab berdi. Shahlo Seriq qanotni bek e'tiborlab boqadi. Mening sababimdan uchib ketganligini bilsa, bekli xafa bo'ladi. Shunga uningga rost gapni ayta olmayman. Mehmet gap qilayotganda qushchi hadash yanchiqidan bir seg'izni chiqardi. Seg'izni bir chaynayotgandan keyin og'zidan chiqarib yerga qo'ydi. Andan Mehmetga qarab, "Rost gap qilmaydigan bo'lsangiz, endi ma'u seg'izni dassang, ondan ahu ko'lchakning atrofini bir aylanib keling." Mehmet hech nimani tushunolmagan edi. Ammo qushchi hadash chin turganlikdan seg'izning ustiga dassab mengishga boshladi. Mehmet yerga har dassigida seg'iz yerga chaplashib, uni bakli bearam qilyotdi. Bundaq mengish bakli tas edi. Mehmet aylanib bo'lib qushchi hadashning yeniga keldi. Qushchi hadash Mehmetning oyog'ining ostidagi seg'izni elib, "Qara Mehmet, aytgan yolg'onlarimiz mushu seg'izga o'xshash bizga chaplashib elib, har bir qadamimizda bizni bearam qiladi. Buningdan qutulishning birdan-bir chorasi seg'izni elib tashlab etish. Ya'ni rost gap qilish. Suyumlik payg'ambarimiz rostchilik yaxshilikqa, yaxshilik jannatga elib boradi degan. Endi sizmi berib saningizga rost gapni ayting, uningdan kechirim so'rang. Aslida siz qasddan qilmagandan u sizni tushunadi." Mehmet sal o'ylandi va singlisiga rost gap qilmoqcha ko'ngli aram topmaydiganligini his qildi. "To'g'ri dedingiz, Sada. Hozirli berib singlimga haqiqiy ahvolni aytaman. Yana uni hayron qoldirgudek bir ish qilaman. Menga ozroq qushdeni beramsiz?" Qushchi hadash kulimsiragan holda Mehmetga bir bo'loq qushdeni berdi.
Mehmet yugurib uyiga bordi. U eshik tubida turgan quruq qutisidan birini oldi va uningdan don qachisi yasab, Shahlarni chaqirdi. Qafasni o'ravatgini mushuk emas, to'p ekanligini aytdi. O'zining rost gap qilmaganligi uchun kechirim so'radi. Qo'lidagi don qachisini ko'rsatib, "Shahlo, buni siz uchun yo'sidim", deb daraxtga osdi. Mehmet don qachisini daraxtga esishig'ila atrofdagi qushlar uchib kelishga boshladi. Birdamdila hamma yer vichir-vichir sayragan qushlarga to'ldi. Shahla ko'zlariga ishonmay qoldi. Aksini chin quchoqlab, "Burun bir top qushim bor edi. Mana endi bir top bo'ldi. Rahmat sizga, aka." Mehmet rost gapni qilib yengillab qoldi. Endi buningdan keyin har qanday qushni ko'rsa, bu ish ham rostchilikning huzuri esiga keladi.